Assalomu alaykum, hurmatli dehqon akalar, ukalar, opalar, singillar. Mana pomidorimizga bugun quyoshlangan, boya ham videomda aytgan edim. Bugun chislamiz 26-yanvar, soatimiz 11:21. Quyoshdan foydalanib kaplitsadan suv quyib olyapmiz akalar. Sabab nimaga quyoshdan foydalanib deganimiz, ancha vaqt quymayapti bu sababki, qishki kuni bilasizlar, uncha pomidorga o'zi ko'chatga unchalik suv talab qilmaydi. Ko'p suv quyilganda agar keyin ichkarida mana zaxlik juda ham ko'p bo'lib ketsa, pomidor ildizini chirishiga ham olib kelganda, agronom bilan gaplashuvdik bo'ya. Chirishiga ham olib kelgan. O'shaning uchun faqat mana shu kunduz issiqlarda parlanish anosi foizi katta bo'lgan vaqtlarida issiq kunlarda qo'yyapmiz shtobi. Qo'yilgan namlikni o'simlik o'ziga tezroq hazm qilib, lekin yerga tushgan namlik ham tezroq parlanib yo'qolib ketadi degan maqsadda kunduz issiqda qo'yapmiz. Pomidorlarimiz xudoga shukr yaxshi. Mana tanalarini ko'rsangiz ham, tanalar qanligi ham yaxshi, yomon emas. Mana gullashlari hammasi 5 ta, 6 ta, 4 ta bo'lganlardan 10 tadan gul bor. Birinchi kes mana. Akalar, men bilganim, balkim noto'g'ri aytgandirman, lekin mana gullaygan joyi kes deb atalgan pomidordan. Sizlarga aytib qo'ying, yana bilganlarga va bilmaganlarga akalar. Bilganlarga yana ham bitta qo'shimcha boyagi bo'ladi, bilmaganlarga qo'shimcha bitta ma'lumot. Bilganlarga mustahkamlash, bilmaganlarga qo'shimcha ma'lumot bo'ladi akalar. Xullas kalom, mana gullagan joyi kes deb atalgan. Mana yonboshda qarang, mana barik bilan tananing o'rtasida chiqqan ana bor-ku, mana o'sgan joy. O'sha mana golobkasiga o'xshab o'sib chiqadi. Mana shunga o'xshab o'sib chiqadi. O'shani bachka deyiladi. Mana shular bachkasi. Bachkasi olinadi. Bachka ham akalar har payt olinmaydigan. Kunduz salqin kunlari olinmaydigan, sababki mana bachkani mana qilib yulgan payti va kattalarni ko'rasizlar. Mana yulgan payti, yulgan joyingizdan suv chiqadiganda, salqin kun. O'sha tanani chirishiga ham olib kelgan. Uzum tanasidan chiqqan suv ustki qismiga tushsa, tanani chirishi ham mumkin, chirish holatiga olib kelgan. O'shaning uchun sizlarga maslahat, faqat mana shunday kunduz issiqda bachkalarni olish kerak. Salqinda olmaslik kerak. Keyin yana bitta ma'lumot, mana kunduz issiqda mana gulni ko'ryapsizlar. Katta bo'lib ochilgan. O'sha paytigina changlatch amalga oshirilgan. Kunduz issiq kunlari gul to'liq ochilganiga qarab, ochilganlarni changlatilsa maqsadga muvofiq bo'lagan. Xudo xolasa bizga yaqinda asalari olib kelamiz. Bu birinchi kesni qo'l bilan changlatyapmiz. Bundan buyog'i xudo xolasa ikkinchi keslardan boshlab asalari olib kelamiz. 2 gektarga ham asalar changlatadi, qo'lda emas. Asalari, ishchi asalarilar changlatadi bundan buyog'i xudo xolasa ikkinchi kesdan boshlab. Shunaqangi ma'lumotlar kimgadir qiziq bo'lsa akalar, opalar, singillar, mana shunday mana gullashlarni ko'rasizlar. Shu kanalga like bosib, podpiska bosib ketamiz akalar. Tanishlaringizga uzatib ham yuborsalaringiz bo'ladi. Tanishlarga tashlab qo'ysangiz ham Telegram orqali. Ham qanaqadir ozgincha bo'lsa ham ma'lumot olishadi. Ular yaqinda bachka bo'lgan edi. Ancha uzun bachka sevib olgan. Nargi gektarda ulgurmagan joyi bor edi. O'shalar bachkasi katta bo'lib ketgan, ularni ham ko'rsatamiz. Keyin mana ipga olish tartibi akalar, qarangizlar. Ipga qanday olinadi mana. Qarasam. Menimcha o'ng chapidan boshlab o'ralishi menimcha unchalik muhim bo'lmasa kerak, lekin mana tag qismiga mana shu prishipkalarda, mana prishipka. Mana shu prishipkalarning mana joyiga ipni qistirib, dumaloqga ko'chatning tanasini ildirib qo'yishyapti.
Mana qisib, mana arasiga ip, kichkina joyiga. Mana dumaloqga esa pomidorning tana qismini ildirib qo'yishadi. Mana ko'rdingizlar? Mana joyiga ip qistirilyapti. Dumaloq joyiga esa tanasiga ildirib qo'yilyapti. Shunaqa gaplar akalar.